Assalomu alaykum do'stlar, sog'likda, salomatlikda bizlar bilan tanishuvimizda man Ferhat Mahambetov Bahjon o'g'li injener elektronщик. Hozirgi kunda mana shu JKLB asoschisiman. Yana mana temir ish vaqtimdan tanishib ketsak, birinchi bo'lib ishlagan dunyoda elektronщик bo'lib ishlaganman. Mana shu Ganjaga Hamza. Choy ichadigan joyimizda shahga pishib berdik. Joydan haydab chiqib bu yerda 3 yil ishladim. Undan keyin Artel'ga ishga kirdim. Robotik Andiyoga. Bu yerda biz robot yasadik. Ya'ni bu robotimizni odam ishtirokisiz o'zi yuk tashiydi. Logistik. Konveyerda mahsulot tayyor bo'ldi. Knopkani bosadi. Robot o'zi kelib, addon oladi, olib borib skladga tashiydi, yana zaryadniy stansiyasiga to'ldiradi. Agarda yo'lda ketayotgan yo'lda to'siq bo'ladigan ko'rib, o'zi ikkinchi yoki uchinchi yo'lda tashlab o'tadi. Manzilga boradi. Yo'qotib qolmaydi. Mana shu robot yasadik. Bu Shanxay ko'rgazmasida, Toshkent shahrida Shanxay xalqaro tadqiqot sanoat innovatsion ko'rgazmasidagi tushgan rasmimiz. O'shandan keyin biz robot ustida ketayotgan tushyapti. Undan keyin biz O'zbekiston bu loyihamizdan ko'rib mana shu robotlarni Turkiyaga jo'natishgan festivalga. Turkiyaga sayohat, ko'rgazma deylik. Turkiya sayohat, u yerda Ozarbayjon, Turkiya, bu to'rtta O'rta Osiyodagi davlatlar o'zlarini tomonga ko'rsatib, asosan Turkiya o'zini qurolli kuchlarini ko'rsatishni boshlagan. Biz bu yerda o'zimiz robotni ko'rsatganmiz. Bu yerda man Otabek Umarov bilan tanishdik, Selchuk Bayraktar bilan tanishdik. Bu Turkiyani qurolli kuchlarida qo'mondonlik. Bu inson boshqaruvchisiz bespilotnik yaratdi. Bayraktar nomli bespilotnik yaratdi. Истребитель deb yozsanglar ko'rasiz. Mana shu robotdan keyin JKL 2025-yili mart oylarida bu brend dunyoga keldi. Ya'ni mana shu 2025-yil mart oylarida mana shu brendga asos soldik va o'zimizni korxonamizni ochdik. Hozirda mana ishlab kelyapmiz. Endi maqsadlarimiz 2026-yil O'zbekiston bo'ylab korxona ochish, O'zbekiston bo'ylab ochish maqsad oldiga qo'ydik. Hammaga 27-yil katta o'quv markazi ochish va sertifikat beruvchi ishlab chiqarish sertifikatlarini tuzatish va xizmat ko'rsatish. 27-yilda qaranglar, o'quv markazi ochamiz, o'rgatamiz va sertifikat beramiz. Buni rosa o'qidi va buni ishi bor. Va undan tashqari o'quv ustaxonamiz bor. Britavoy texnika xizmat ko'rsatadi. Ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatishni olamiz 2027-yilda. Undan keyin 2028-yilda instrument ishlab chiqarish, o'zimizni JKB brendidan instrument ishlab chiqaramiz. O'zimiz elektron qurilma yaratish 2027-yil o'quv markazi ochdik, o'qitdik. 1 yildan keyin tayyor kadrlarga ish bilan ta'minlash uchun o'zimiz elektron qurilmalar yasaymiz. Elektron qurilma o'zimiz yasaymiz. Va uchinchisi elektromobil ta'mirlash ustaxonalarini ochish. Elektromobil ta'mirlash ustaxonalarini ochamiz. Bu 2028-yilga planimiz. 2029-yilda men o'zim yaxshi ko'radigan soha robototexnika sohasida ish boshlash. Robot yasash. Bizda o'sha bor tajriba bor, ishlab ko'rganmiz. Programma ijaz bo'yicha tanishlarim bor. Robotni hozir boshlash. 2030-yilda elektromobil mashinalarini ishlab chiqarish. O'zimizda xudo xohlasa elektromobil ishlab chiqarish. Bizning maqsad 1000 yillik kompaniya qurish, katta 1000 yillik uzoq muddatda ishlaydigan kompaniya qurish, ochilib yopib ketadi emas. O'zbekiston yoshlarini texnik texnologiya bilimdan mukammal darajaga yetkazish. Bu maqsadda
Sizlarga aytadigan bo'lsam, Xitoy tasavvur qiling, mana Xitoy shunchalik kuchayib ketdi texnologiyani orqasidan. Bolalar hammasi texnologiya. Nima narsa ko'rsa yodga tashlaydi. Ham shu darajaga yetishimiz uchun hozirdan bilim narsa o'rganishimiz kerak. Tasavvur qiling, Xitoy qanchalik qudratli davlat bo'lyapti. Mana shu O'zbekiston shunaqangi kuchli davlat qilib chiqarishimiz kerak. O'shaning uchun hozirdan o'rganib, kuchli bo'lishimiz kerak. Qadriyatlarimiz-a, qadriyat, to'g'ri so'z, mas'uliyat, innovatsiya kiritish. Ya'ni nima bo'lsa ham to'g'ri gapiring. O'z ishingizga mas'uliyatli bo'ling. Biza yangi ishxonamizni man o'zim ochiqman. Yangi innovatsiyalar, yangi gazetalar bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Buni ishdan qabul qilamiz. Agar to'g'ri kerak bo'lsa, sizga qabul qilamiz. Hech qachon qo'rqmang innovatsiya kiritishdan. Dettivli mijoz qaytib keladigan joy, texnika emas. На русском детив, где возвращается клиент, а не техnika. Siz agar xudo xohlasa bizlar komandada ishlaydigan bo'lsangiz, hech qachon unutmang, men borman, chunki biz bormiz. Men bu narsani ochyapman, bu narsani boshladim, lekin birovni hech qachon hech narsa qilolmayman. Ochsam bitta ikkita yo'q bo'ldi. Lekin katta kompaniya qurish uchun biz kerak. Kompaniyaga komanda kerak. Komandani bir qo'llab-quvvatlang. Mana shu narsa shior bo'lsin. Men borman, chunki biz bormiz. Sizlar bilan bugungi tanishuv darsimiz nihoyasiga yetdi. Paka-paka.